Bu hali pishmaganmidi? 하나, 둘. 1 2 3. Bu juda ham ajoyib. 되게 그 Bu narsa nima o'zi? Qanday qiladi? Cho'g' ekan. Qisqacha ovoz berishda Mina ishtirok etdi. Bu asl tarjima emas. 자, Olg'a. 입니다. Men bugun mushuklarimni aytgani bo'yicha kempingga chiqaman. Bu yerga esa mahsulotlarni sotib olishga keldim. Bu do'kon men biladigan eng zo'r do'kon. Salom. Salom. Bu yerda barchasi narxi yozilgan. Bu juda ham ajoyib. 300 gramm mol go'shti. Bu juda ham zo'r ekan. Endi menga nima kerak? Nima olamiz? Ko'ramiz hozir. Boraychi. Chandan so'raychi nimalar kerak ekan? Changa telefon qilaman. Chan olarmikin endi? Alo, to'ppo'kka tayyorlash uchun nima kerak? Nima? To'ppo'kka tayyorlash uchun nimalar kerak? Biroz shoshma. Internetdan chiqmadi. Rostdan chiqmayapti, nega? Undan ko'ra sen ham kel birga tayyorlaymiz. Uxlayapman. 오케이. Uxlashni xohlayman. O'chirib qo'ydi. Yana kimni boshini qotirsam ekan, ha? Kimga qilishni bildim. 자고 있는 걸 Men hanga qilaman. 지금 안 U meni yoqtiradi, shuning uchun ham bosh qotmaydi. Mana men qilyapman. U go'shakni ko'tararmikan endi? U har doim men telefon qilganimda go'shakni ko'taradi. Meni uyaltiryapsan, ko'tara qol. Lino telefon qilma, men uxlayapman. Men senga qo'ng'iroq qilma dedim, Lino. Har safar olar edi. Nega bu safar olmadi? Vano hozir menga qo'ng'iroq qiladi. Ana aytmadimmi? Ey, kempingga chiqyapman, kelasanmi? Yo'q, nima? Kempingga chiqyapman, kelasanmi? Endi eshitdingmi? Kemping? Yo'q, bormayman. Uyda dam olishni xohlayman, charchadim. Yaxshi. Nima? Yaxshi? Kelishni xohlamayman deding-ku? Meni kutib tur, men tez orada boraman. Bu yaxshi. Xo'sh, men nima qilayotgan edim? Bu kerak. Kempingga nima kerak? Demak, bular yo'q. Buni olamiz, buni olamiz. Mahsulotlar, yo'lga chiqamiz. Yolg'iz qariya. 자, Salom, bu yerga Lino keldi. 그 뭐야 Yolg'iz qariya, yolg'iz sayohatga chiqdi. Men telefon qilganimda hech biri kelishni xohlamadi. Demak, o'zim qolaman. Bugun tunni 날씨가 좋을 bu yerda yolg'iz o'tkazaman. Xo'sh, bularni yig'ishni bilamanmi? Menimcha bilaman. 제 맛이라고 들어가지고 괜찮아요? Menimcha bular juda ham oson. Mana birinchisi katta. Yolg'iz qariya o'tiribdi. 고양이다. Mushuklarmi? Bu meni katta mushugimga o'xsharkanmi? Tunniga? Qayoqqa ketyapsan, Tunnida akasi? 함께하니까 기분이 좋네요. U ketib qoldi. Men u bilan salomlashmoqchi edim. Nima? Hali ham kelishni istamaysanmi? Men bormayman dedim. Qiziqarli bo'ladi, kelishing kerak. Kelmayman dedim. Ey, to'xtagin. Telefonni o'chiraman. U telefonni qo'yib qo'ydi. Endi chindan ham bu yerda yolg'iz qolaman. Yolg'izlikda. Lino, juda ham qiziqarli. To'xta. Salom. Salom. Meni kutmaganding-a? Seni uyda dam olasan debman. Nima endi uyda o'tirmaysanmi? Axir meni sen chaqirding, nega dam olishim kerak? Albatta kelaman-da. Buni Stella ko'radi. Stella ko'radimi? Salom Stey. Annyeong. Hammaga salom. Men Hanman. Bu Hanjison. Salom, men Hanjisonman. Stey ideali. Stey ideali? Bu nima degan? 좀 근데 또 이제 Nima, bu yerda hech kim yo'qmi? Bu yerda birga qolamizmi? Channi ham chaqirgandim, kelishni xohlamadi. Chan akamiz o'zi shunaqa qarib qolgan. Unda menchi. Sen yosh bo'lasan, xolos. Men shunaqaman, senga qaraganda yoshman. Men qariman. Men esa yoshman. Shunday qilib biz mensonmiz. Biz bir-birimizni juda ham yoqtiramiz. To'g'rimi? Voy, bu yoshlarda uyat qolmabdi. Sen Changa qo'ng'iroq qil. Changa qo'ng'iroq qilish, Chan keladimi? Bilmayman. Chan kelish kerak. Qariyani baribir chaqirib keltiramiz. Chan, qayerdasan? Uni topdingmi? Uni raqami esimdan chiqibdi. To'xta, men topdim. Unga SMS xabar yubordim. U yaqin orada kelib qolsa kerak endi. Nima bu? Bular bizga kerakli narsalar. Bularni yasaymiz. Bu qiziqarli tuylarni tezroq boshlaylik. Lekin men birinchi marta qilyapman. Qariya, mendan o'rgan.
Hozir avval buni olib yerga qo'yamiz. Keyin nimani qilamiz undan keyin? Undan keyin bularni yasashni boshlaymiz. Qanday qilib? Bilmayman dedi, lekin baribir bo'lyapti. Ko'p gapirmasdan bo'l. Bu qanday bo'ladi? Men ko'rganimdan ko'ra boshqacha ekan. Hozir men yasaganimni ko'rasan. Bu yozuvga qara. Nima deb yozilgan ekan? Bu qo'llanma emasmi? Yo'q, unday emas. Ayo xudo. Bular sochilib ketdi. Endi qanday qilaman? Qanday qilsam ekan? Buni kirgizamiz. Mana kirdi. Mana yaxshi. Men buni tayyorlab bo'ldim. Endi hanga qarasam bo'ladi. Ha, nima qilyapti? Chang yana bo'lmadi qo'ng'iroq qilishi. Channi o'zi qo'ng'iroq qilyapti. Alo, qayerdasan? Uydaman. Hali hamma. Nima, biror joyga borishim kerakmidi? Hoy, qariya, kelmaysanmi? Qariya? Nega borar ekanman? Bizga yordam bersan-chi. Nima uchun yordam beraman? Shunchaki boshni xohlamayman. Tushundingmi? Endi telefonni o'chiraman. Telefonni qo'y. Voy, nega? Nega unday qilyapsan? Sening ishing bo'lmasin. Xo'p, mayli, unda telefonni o'chir. Bo'pti, o'chiryapman. Qariya, unga aytsam ham u kelishni xohlamayapti. Ikkalamiz bilan unchalik qiziq bo'lmaydi. Endi qanday bo'ladi? Qiziq bo'ladi. Qanaqa qilib? Nega unday deyapsan? Chansiz ikkalamiz birga? Ha, shunaqa. Xayollaringni yig'ishtir. Seni xayolingga nima kelganini bilmayman, lekin baribir. Nima bo'ldi? Seni deb hattoki oddiy narsani ham qila olmadim. Buni qara, bu o'xshamayapti. Bu o'zi shunday bo'lish kerakmi? Bu shunchalik osonmi? Barakalla, Lino, senda xosan. Vau, bu qanday qilib? Men hali ham buni qanday bo'lishiga hayronman. 2050-yilda ham shunday bo'ladimi? Menimcha ham shunday. Endi nima bo'lyapti? Bundan qanday foydalanadi? Va tagiga qanday o'tayapman? Voy, nima bo'ldi? Shundaymi? Senda xosan. Mana senga haqiqiy fokus. Uchundan ham zo'r. Qanday qilamiz endi qolgan nima bo'ladi? Qachon keladi endi Chan? Chan kelmayman dedi-ku. Chan baribir keladi. Mashinalarni tozalab yig'ishtirib bo'lganimizdan keyin hamma narsa tayyor bo'lganda, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Doim shunaqa qiladi u. Nega menda doim o'xshamayapti? Nima bo'ldi? Endi qanday qilaman? Lino, bunga qarab yubor. Lino, senda qanday qilib to'g'ri bo'ldi? Menikini qara, umuman to'g'ri emas. Okey, hammasi yaxshi. Ha, men teskari qilgan ekanman. Yo'q, nega yana o'xshamayapti? Lino, menga qarab yuborgin, bunga qara. Umuman menga singanini olganmisan? Qara buni. Bor, buni almashtirib kel. Jim bo'l. Nimaga? Boshimni og'ritib yubording. Bunga qara, to'g'ri qilish kerak. Ko'ryapsanmi men qanday qilyapman? Shundaymidi? Shunday. Ana endi to'g'rilandi. Ko'ryapsanmi? Bu to'g'ri. Va nihoyat men ham qilib bo'ldim. Men epladim. Hammasi joyidami? Bu narsani zo'rg'a qildim. Qanday joyda bo'lmasligi mumkin? Kutilmaganda yomg'ir. Nimaga? Qiziq joyda tugab qoldi-ya. Davomini chiqaraymi? 15 minutdan uzog'ini qilmayotganim uchun yarimta qo'yaman. Agar sizlarga yoqsa, davomini ham chiqaraman. Kommentlarda o'z fikringizni yozib keting. Qanaqa chiqdi? Asl tarjima emas deb aytib o'tdim. 1-2 marta qanaqa chiqqan?